Maşallah. Sigirlar qarang akalar. Xudo xolasa bu yoqda bolalar ekan, bu yoqda inalar ekan. Где-то 60-70% bo'g'oz. Xullas, kelaverasizlar. Rossiya davlatidan kelgan sigirlarimiz bor. Hozir hamma ma'lumotlar beriladi video davomida. Faqat sizlardan iltimos videoni oxirigacha ko'rib tursangiz bo'ldi. Chetda soni nechta? Soni 44 ta. 44 ta. Aylantirib har bitta mol imkon qadar oyog'idan boshlab shoxigacha, shoxidan boshlab dumigacha polni ko'rsatib beramiz. Sizlar faqat videoni oxirigacha ko'rib tursanglar bo'ldi. Shunaqa mol izlab yurgan ko'kalarimizga videolarimizni podpis qilib tursanglar, juda ham xursand bo'lamiz. Demak, boshladik. Hammaga assalomu alaykum. Sanjirbek Uskanov avtomatlar obunachilari. Mana bugun haftaning payshanba kuni 22-yanvar 2025-yil biz 26-yil kechirasizlar. 26-yil biz Farg'ona viloyati Farg'ona tumani avvaldamiz. Avval qishlog'ini bilasizlar. Xudo xolasa sigirlarimiz bor. Ularda bolalari bor. Uzoqdan bo'lsa bolalarni ko'rsatib qo'yamiz. Nomerlarni ekranga yozib qo'yamiz. Qo'yiladigan nomerda WhatsApp, Telegram, onlayn savdolarga akalarimizga iltimos qilamiz. Onlayn savdoga ham xudo xolasa yordam berishadi. Lokatsiyalarni biz Telegram kanalimiz bor. Sanjirbek Uzum nomlangan. O'tib obuna qilsanglar, fermamiz lokatsiyasini qo'yib qo'yamiz. Lokatsiya bo'ylab kelishingiz mumkin. Xudo xolasa Sanjirbek Uzzi bir raqamni yozsangiz Telegram kanalimiz chiqadi. Lotin harflarda. Telegram kanalimizda lokatsiyasi bor. Lokatsiya bo'ylab kelib tanlab ketishingiz mumkin. Xudo xolasa. Aka xodimang, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, sizmisiz? Xudo xolasa mo'l olib kelib oldingiz. Ha, do'yish. Osonmasa? Ha, qiyin endi. Barakasini bersin. Hamma narsani qiyinchiligi bor, boshqasi bor. Lekin erishish uchun harakat qilishimiz kerak, to'g'rimi aka? To'g'ri. Barakasini bersin. Rahmat. Eng katta birinchi marta olib kelishdingizmi? Oldin olib kelganmisiz birinchi marta? Birinchi o'rinda hurmatli kular, mana shu yo'lga chiqqandan keyin eson-omon olib kelib olish eng katta foydasi, nimasi? Yutug'i mana shu olib kelib olish. Eson-omon kelib oldi, eng katta foydasi mana shu. Xudo xolasa aka. Loyim bu yog'iga baraka bersin. Davomiy bo'lsin. Xudo xolasa akamiz duo qilib turinglar. Kommentariyalarda o'zingizdan dildan bo'lsa ham duo qilib qo'yinglar, yurakdan. Xudo xolasa akamizni ishlariga rivoj. Loyim xalqimizga mana shunaqa sigirlar kelib tursa, o'zimizdan nasldor mollar ko'proq chiqadi. Laykni bosib, xudo xolasa akalar, ana shunaqa mol izlab yurgan ko'kalarimizga bittadan podpis qilib tursanglar bo'ldi. Bu necha foizi где-то bo'g'oz aka? Sigirlarimizni bir 70-80% bo'g'oz. Necha oylikdan bo'g'oz bular? 4 oylikdan 7 oyligacha. 8 oyligi ham bor ichida. O'sha qo'l soldi ko'rib qo'ygansiz. Yana xohlasa kelib qo'l soldi, uzib qilib olsam bo'laveradi. Bemalol, ha. Bemalol doktordan olib keladi, dezinfeksiyasini qiladi, tekshirib olaveradi. Bemalol. Bo'ldi, xudo xolasa. Akalar, mabodo endi o'zingiz bilsangiz bemalol. Yoki birorta doktoringiz olib kelib, tekshirib turib olsangiz bo'laveradi ekan, faqat dezinfeksiyani qilishadi. Keyin sekin tekshirib olaveradi. Xohlang uzida, xohlang qo'l soldi deb. Uni o'zingizga xohishingizga bog'liq. Qaysi mol tanlaysiz, mana shu tekshirib olaman deysiz. Tekshirib olaverasiz. Xohlang barakadan oldin xohlasiz tekshirib olasiz, xohlasa barakadan keyin, ha, xohlagandek qilib tekshirib hali balki qochgan, balki qochmagandir. Ha. Bular nechinchi tug'ishdan aka bular? Ko'pi 3-chi, 3ta, 4ta tuqqan g'unajini bor. G'unajinlar ham bor o'rtasida? Bor. Asosan sementalligini, ha, asosan 90% sementallar akalar. Xudo xolasa, mana sizga bular bo'yniga arqon tushmagan umuman? Yo'q, bular arqon tushmagan. Jonivorlar zo'r, barakasini bersin. Suti ham qancha berganiga gaplashmadingiz Arda Hazayin bilan? Yo'q. Gaplashmadingiz. Bular asosan bolalar bilan birga yurgan, to'g'rimi? Ha, bolalar bilan. Endi bu yog'iga sog'ib ko'rsangiz bo'ladi, lekin idishlari zo'r, xudo xolasa. Loyim. Dastlabki xizmatimiz qanaqa, aka? Dastlabki qilib beramiz. Farg'ona bo'ylab, ha? Farg'ona bo'ylab. Farg'ona bo'ylab, xudo xolasa. Vodiy bo'ylab endi ko'proq olganga qilib berishimiz. Ha, Farg'ona vodiysi bo'ylab ko'proq olganga qilib beriladi. Qolgan joylarga kelishamiz. Agar bitta ikkita olinadigan bo'lsa, Farg'onaning o'ziga, to'g'rimi? Farg'ona viloyati o'ziga. Juda yaxshi. Farg'ona viloyati o'zigami, yaqin o'tirgan Farg'ona tumani o'zigami? Aniq qilib ketaylik-da. Chunki ertaga sen mana qilgansan, barakadan keyin aytishadi-da. Farg'ona viloyatiga bo'ldi. Farg'ona viloyati bo'yicha qilib berilaveradigan, xudo xolasa. Ko'pchilik gapdan o'shaydi-da baribir. Siz bilan biz maytda ketishimiz mumkin, ertaga kelgandan keyin bo'ladi. Endi narxlarimiz necha puldan aka? Chiroyli ayting narxlarni. Narxlarimiz 26 milliondan 33 milliongacha mollarimiz bor. 26 million so'mdan 33 million so'mgacha, to'g'rimi? Ha, shunday. Hech qanaqa 40 million, 45 million. Yo'q. Unaqa narsa yo'q. 35 million. Akalar bozorlardan chiqyapti, 70-80 million.
Olim kerak maza bo'lsa qilasiz. 60 million, yo'q unaqa narsa. Kelingda o'zingizga yoqtirgan tanlab keting. Xo'jalik uchun olaman desangiz ham, xudo xolasa bemalol. Musofir yurtda yurgan akalarimiz telefon qilsa-chi? Onlayn bo'yicha deysiz-da. Chiroyli Ha. kelishtirib berasa aka. Ha, Xudo unaqalarni ham xolasa ko'rishdi, bemalol. bitta yo'l ham qilib berasa, 3-400 ming bo'lsa ham musofirda yurarimizga. Xudo xolasa. yaxshi. ha. Mana u ya? Ya bunisimi? Ha bunisi? Mana shu ham yaqin. 8 oylik deganlar mana shularmi? Qarang, buni nimalari ham 7 oylik. joyida-da. Ha, shu yillar qo'zg'ab, Ha. xudo xolasa, faqat mollarimizga mehr kerak ekanda bularga. Ha, Yo'lda yurib charchog'i bor. yo'l charchog'i. Xudo xolasa, Ilohim hammamizga nasib qilsin. Ma. Ey! Jay! Barakasini bersin, xudo xolasa hammamizga. Aka, agar mabodo sigirlar hammasi bitta joyga olaman desachi, Ilohim bo'lsin. Bunaqasi bo'lsa, kelishamiz-da uning ichida. Qanchadan kelishamiz? Buncha desangiz, shunga qarab sizga telefon qilishadi, hisobini oladi. Ha. Hammasini bir joygami? Ha, bitta joyga. No, mana shu. Sigirlarni o'zini. 44 ta dedingizmi? 44 taga soniga javob berasiz bo'ldi. Hammasini bir joyga bo'lsa 25 dan berib beraman, 25 million. 25 million so'mdan. Ha. Qo'yoq suyuq, ha? Qo'yoq suyuq bitta joyga bo'lsa. Bitta joyga bo'lsa 25 million so'mdan. O'zini ish bilan ish bo'yicha aytdingiz? 26 million. 26 million so'mdan. Aytilgan narxingizdan ham yana 1 million tushirib 1 million tushib beraman. Nima bo'lsa bo'ldi. Ha. Xudo xolasa. Nima bo'lsa bo'ldi, akalar. Aytilgan narxdan yana 1 million so'm arzoniga berib deyapti. Ko'ryapsizlarmi? Xudo xolasa. Bitta joyga olgan inson olib borib turib, aka yana bitta bolasini olsangiz ham juda katta sizga foyda. U yog'iga xohlang qisir qilib boqib oling, xohlang yana sigir qilib boqing. U tomondan muammo yo'q. Ana shu mollar ham bo'lmadi deganda, xudo xolasa 10-15 larda bemalol sut beradi. Bo'lmadi deganda, bo'lganda 20-30 ta bemalol sut beradi, xudo xolasa. Gereford bermaydi, o'zinglar bilasizlar. Angus avlikolor bermaydi. Lekin semental bitta qoni bor ham, xudo xolasa beraveradi inshaalloh. Like bosib, xudo xolasa akalarimizga podlistlar qo'ysanglar bo'ldi. Aka, kelingni buqalardan bitta gaplashaylik. Bular narxi chiqqan chiqmagan buqalarni. Yo, buqalarni Agar mabodo sotaman desangiz-da, olib qolasizmi yoki sotasizmi? kelishsa sotib yuboramiz bularni ham. Kelishsa sotib olaveramiz ulardanmi? Agar mabodo kelishib qolsak, sotib ham olaveramiz deyapti. Mana shular bolalarimi bular? Yo, adden chiqib kelganmi bular? Bular addini. Adden, ha? Kelish olsin, ko'rish olsin sizda. Ha. Unda kelib ko'rgan bosh. ko'rsangiz, yo'qsa, xudo xolasa, buqachalar ham bor degan, bularni ham sotib olaveramiz deyapti. Agar olaman desangiz, xudo xolasa, bemalol telefon qilishingiz mumkin. Mana mollar. Mana xudo xolasa ko'rib oling. Ustida yoqsa oling, yoqmasa bemalol. Birinchi o'rinda oyoq bag'ida bitta kuzatib kelib, keyin kelib savdo qilsangiz ham bo'laveradi. Sababi narx-navo ancha yaxshi chiqsa deb degan umiddaman, xudo xolasa. Birinchi o'rinda barakasini bersin. Hammamizga shunaqa mollardan nasib qilsin. Xudo xolasa. Xullas, mana shunaqa gaplar. Birinchi o'rinda kelib, ko'rib, tanlab oling, inshaalloh. 7-8 oyliklar bor-ku aka. O'shalar Ha. nechtacha chiqib qoladi taxminan? Bu nimasimi 7 oylik. Mashina ko'pmi? ko'ringda. Mashina ham yaqin. Ana ham yaqinmi? Ha. Qo'yishni qarang buni jonivorni. Juda yaxshi. O'zi yelinlar. Gavdasi ham hamma yo'g'i joyida suvi. Xudo xolasa. Aytganimizdek, bularda charchog'i bor, mehrda xudo xolasa aka. Ha. Oborib Xudo turib, xolasa. silos berib ko'rdingiz, berib ko'rmadingizmi? Yeyapti, yeyishi javob. Ha, yeyishingiz zo'r, xudo xolasa. Zo'r yeyish. Yeyishlari zo'r, barakasini bersin. Silos ham yeyapti. Ilohim. Bemalol, yeb ishlarni bemalol tekshirib olishlaring mumkin ekan. Xohlang shetda, xohlang uyda, uni farqi yo'q. Inshaalloh kelinaveradi akalar, barakasini bersin. Xudo xolasa. Aka, sizga rahmat. Ilohim bozoringiz bersin. Yaxshi kunlar ko'rishaylik, charchamang. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Hurmatli kular, hammamiz so'rovimizga Allohim baraka bersin. Hammamizga ham shunaqa nasllar mollardan boqishlik nasib qilsin. Salomat bo'linglar. Rahmat hammaga.